Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Habibullah sallallahu alaihi wasallam ya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu alaihi wasallam ya kam abraqat wasiban bil lamsi rahatu wa Bismillahirrahmanirrahim. Changga qaraydi. Assalomu alaykum aziz obunachilar, yaxshimisizlar, kayfiyatlar yaxshimi? Aziz do'stlar, hammalaringizga avvalambor kattakon rahmat. Sberbank kartamizga 10.248 rubl pul yig'ilibdi. Jigarlar, layklarimiz soni juda ham kamayib ketyapti. Sizlarning layklaringiz bilan mana shu videolarimiz sal kengroq tarqaladi, qadrdonlar. Bizga hech qanaqa manfaati yo'q. Qo'limizdan kelsa shu bittagina laykni bosib qo'yaylik va tanish bilishlarimiz borki, ehson qilishga qurbi yetadigan tanish bilishlarimizga shu videoni ulashib qo'ying. Xudo xolasa savobi sizga ham tegib turadi. Xo'p, qadrdonlar, ko'rganlaringizda bizda ishlar avjida polnusi surib tashaldi. Mana vaqtim yo'q edi bugun, o'zim ishlarim bilan bo'lgandim. Usta Komilda o'zi ustida turib, o'ng usti pogruzchik bilan surdirib, buzib tashabdi. Komil Malades, gap yo'q. Burnimizni bilan charchadik. Avvalambor assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun ish zo'r bo'lganda odam salgina charchab turibdi. Hasanga ham kattakon rahmat aytamiz. Malades ish qilib 1,5 soat 900 ming so'm bo'layotgan narsani 300 ming so'm bilan qilib ketdi. Alloh razı olsun. Gap bo'lishimiz. Shunaqa saxiy insonlar ko'paysin. Mana o'zlari ham hozir ishlayaptilar. Toshlarni ayirayaptilar, ishlanishdagi toshlarni ayirayaptilar. Xo'p. Shunday ish qilib juda ham chiroyli qilib tekisladi. Iloji boricha qayta Malades. qozilib ketgan joylarni ham sal ko'tarib. Xo'p, jigarlar, endi bu yoqqa sizlarning maslahatlaringiz kerak. Chunki uyda nimadan ko'tarsak, kommentariyaga albatta fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Blokdan ko'taradigan bo'lsak, oldin bitta proyekt ko'rsataylik qadrdonlarimizga. Juda ham chiroyli proyekt chizib kelibdi Komil. Aytdim-ku, proyekt kerak bo'lsa, murojaat qilaveringlar, Komil chizib beradi. Chiroyli chizilmagani ish qilib oddiy ruchkada chizganmiz a. Da, yaqinroq kelaylik. Tushuntiraylik. Xo'p, qanday ko'rinyapti? Mana hozir buni bu birinchi kirish xodi. Bu uzun zal bo'ladi. Zalda ozgina g'isht terib qo'yiladi, shtob bu yerdan parda tutish uchun. Mana bu kichkina 2,5 uchli oshxonacha bo'lib qoladi. Zaldan foydalanish. Keyin bu mana bu burchakdan banyacha bo'ladi. Keyin ikkita xona bo'ladi. Ikkita spalni. 4 ga 3 xona bo'ladi. Ikkita spalnida. O'rta holda bo'lib qoladi. O'rta holda bo'lib qoladi. Xo'p, shunda uyimizda 890 mi? 890 ga 640 bo'ladi. 890 ga 640 bo'ladi. Qanday sizlarga shu fikr? Shu proyekt qanday? Lekin bu neda? Shu Sodiq aka uyini qurilgan-ku, o'sha paytda men hozir 15 metr deyapsan uzunligi, ha? 15 metrga 380 mi shunaqa edi Sodiq akani? 15 metrlik. Bunday hisoblab ko'rsak, o'sha katta ko'ringani bilan o'sha nimaga g'ish ketadi. O'sha g'ish Sodiq akaga ketgan g'ish ketadi. Prosta katta ko'rinadi, lekin ensizroq, bo'yi ham kaltaroq, eni ham berilganda. Lekin hamma sharoitlari bilan. Hamma sharoitlari bilan chiroyli. Tualet vannasi, oshxonasi, endi vanya bo'ladi-da, uyda ichida endi. To'g'ri kelmaydi. Banyachasi, hammomchasi, oshxonasi, holi, ikkita xona. Nima kerak yana? Opani o'zlari va qizlar uchun juda ham ajoyib. Endi qadrdonlar, bu yog'iga qo'llab-quvvatlab turmasak bo'lmaydi. 10.248 rubl kartamizga pul yig'ilgan. Bu yog'iga umuman to'xtab qoldik. Bugun 3 kishi ehson qilibdi. Bir kishi 300 rubl, bir kishi 50 rubl, bir kishi 100 rubl. Qadrdonlar, endi katta proyekt boshladik. Hammasi endi bu yoqda sizlarni qo'llab-quvvatlab turishinglar bilan kimnidir qanaqadir shubhasi bo'ladigan bo'lsa yoki da mana bular befoyda yurmaydi, qanaqadir o'zini dolyasi oladi, boshqa qiladi, yo'q.
Agar kimdir shubhasi bo'ladigan bo'lsa, mayli ehson qilmay qo'yavering. Xo'p, endi qancha g'ish ketadi blokdan teradigan bo'lsak. Aziz do'stlar, loy g'ishdan ishlatib bo'lmaydi. Loy g'ish ishlatsak yana xuddi shunaqa uy bo'lib qoladi. Vahmak tushadi. Xullas, yana dabdala bo'ladi. Yoki-da blokdan, yoki-da pena blokdan tersak bo'ladi. Fikrlaringizni hisoblab beray birinchi o'rinda. Blokda menga aytib o'rgan, men senga hozir pulini chiqarib beraman. Hozir sonini hisoblab chiqay. Eshik derazangda hozir men to'liq video cho'zilib ketadi, hammasini to'liq hisoblayman desam. Eshik derazalari bilan. Ha, yo'q, 46 metr, 3 metrni ayirtaylaymiz. Eshik derazalariga ketsin. Men kam hisobda aytaman, kamroq qilib hisoblayman. Agar ko'proq hisoblamoqchi bo'lsam, 43 50 qilaylik. Xo'p, 50. Buni bo'lamiz. 0.16 bo'ladi blok degani. 0.16. 271 ta bir qator aylanishga ketadi. Shunda endi necha qator bo'ladi? Balandligi 15 bo'ladi. 15 qator. Ha, 15 qator bo'ladi. Biz 20 qator qilsak, Uqlanib ketadi bir tomonga. yo'q, 20 qator qilsak, seli 3 metr bo'lishi kerak. Lekin juda ham baland qilib olsak bo'lmaydi. Yo'q, 3 metr, prosta 3 metr deb olinadi, lekin ikki qator bir taraf uklon bo'lishi kerak. Uklonning hisobiga biz hozir 21 qator hisoblashimiz kerak. Tak, nechta blok ketadi shunda? Menga nechta blokini chiqarib ber. Tak, buni ko'paytiramiz. 21 qator. 5709 ta chiqadi. 5709 ko'paytiramiz. 3700 dan kelib tushishi. 3700 dan kelib tushyapti ekan hozir qancha? 3700 dan mana bu yerda qo'shnilarga kelib tushyapti ekan. O'sha agar shunaqa blokdan zakaz qiladigan bo'lsak, ko'paytiramiz. 3700 700 dan 21 million 123 rubl bo'lyapti blokdan. Endi pena blokdan hisoblasak qancha bo'ladi? Endi pena blokdan hisoblasak hozir mana 43.50 hisobladik ekan. 43.50. Uni bo'lingan 0.60. 72,5 ta ketyapti. Ko'paytiramiz. Necha qator bo'ladi? 15 qator. 280 bo'ladi shunda. Qator ukloni bilan 15 qator. 15. 1087, 1050 ta shu atrofda hozir. Tak, 1100 ta deylik. 1100 ta ketmaydi, 1050 ta hisoblasang bo'ladi. 1050 ta eshik derazalar bilan olganmiz-da. Xo'p, 1050 ko'paytiramiz. Endi o'zingdan chiqadi pena blok. Men o'zimdan chiqadi. Odamlar uyga olib borib berishim hozir 13 ming so'm bo'lyapti. Bu yoqqa qanchadan qilib berasan? Bu yoqqa agar ehson uchun shunga ketirib berayotgan bo'lsam, men o'zim ham foydam tegsin, 12 ming so'mdan qilib ketirib beraman. 12 ming so'mdan gap bo'lishi mumkin emas. Tak. 12 million 600 bo'lar ekan. Pena blok. Juda ham, по-моему, yaxshi-da, issiq sovuqqa. Pena blok men aytaman-ku, men shu g'ishda agar pena blokdan qilaman desanglar ham, hozircha ozroq ishim bor, ushlab tura olaman. Agar yo'q, pena blokdan bo'lmaydi desa ham, sirazgina olib, tayyor klientlar bor, beraverishim mumkin. Xudoga shukr, klienti yaxshi ketyapti. Xalqimiz endi tushunib boryapti pena blokdan. Shunday, chunki pena blokdan juda ham yaxshi, issiq sovuqqa yaxshi-da, blok juda ham sovuq bo'ladi. Blok juda ham sovuq bo'ladi. Qimmat bo'lib ketyapti blok. 21 million qayerda, 12 million 600 qayerda. Terilishi necha pullardan tushadi? Terilishi bunisi 1800 teriladi. Blok. Blok 1800 teriladi. Pena blok 4000 so'm, 4,5 ming so'm. 4000 so'mdan teradi. 4 million bo'lar ekanda. Terilishi. 4 million. 12 million 600 bo'lsa, 16 million 600 bilan, короче, полный g'ishimiz bo'ladi. Shunday. Shunga endi bu yoq aziz do'stlar, juda ham mana normalniy pulda. 16 million 600 deganimiz ham hozirda terilishi bilan hozir где-то 100 mingdan ortiq pulda, 100 ming rubldan. Opani o'zlarini kartalari turibdi, telefon nomerlari turibdi. Kimdir qanaqa ehsonlari bo'lsa, bemalol ehsonlarni qilishinglar mumkin. Xullas, toshni ko'rsatmaymiz, tosh ham kelib tushdi. Toshlarimiz ham kelib tushdi. Menimcha yetib qoladi fundamentga. Qum shibinlarimiz tayyor, uy buzildi. Yana tosh bor ekan, jiyallari bor ekan. Shu tarafda tosh bor ekan. Beraman dedi. Yetmasa foydalanaveringlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa saxiy insonlar ko'paysa, Xudo xolasa, shunaqa qiynalib yurgan opalarimiz ham kamayadi. Birlashaylik qadrdonlar, videolarimiz 4 mingta, 5 mingta ko'rilib qolyapti, chunki like bosmayapsizlar. Shu 1000 ta odam bossin like-da mayli.
qiyin emaski, sizdan hech narsa ketmaydi. Bitta bosib qo'ying, like so'rab jonga tegasan deb yozasizlar. Men o'zim uchun emas, mana shu opa uchun. Opa uchun bosinglar. Chunki videomiz kengroq tarqalsa, ko'proq opamizga yordam bo'ladi. Summalarni ko'ryapsizlar. Shuning gaping bo'ldim. Shuning ertalabdan beri ishlarda ishlab, o'zi boya ketuvdim-da. Opani tingani yo'qda ertalabdan beri. Shunday, biz ishlang deganimiz yo'q. Videoda gapira olmayapti-da, o'zi lekin bunday juda ham xursand mana. Chunki video uchun ishlatyapsizlar deb o'ylatgan bo'lsanglar, mana toshlarni qaranglar, hammasini o'zlari olib qo'yganlar. Boya kiyganimizda arava bilan toshayotgan ekanlar o'zlari. Qumni yonida o'zlarini mana bu yoqda yig'ib qo'yganlar, misol uchun 15 minut 20 minutda yig'iladigan tosh emas, bu ichlarini qozib, toshlarni olib qo'yaptilar. Qumni yonida aravalab qum ham toshidi. Mana shu yerda uyni oldida bor ekan, shuni. Ana oldida qum bor edi. Mana nima? Mana qum nima? Ha, ana shu qumni opani o'zi satillab toshadilar. Молодец. Mana bu yoqqa ham arava bilan kelganimizda qizlar bilan toshayotgan ekanlar. Shuning uchun qadrdonlar, boyagi ko'p loyihalarimizda ko'rgansizlar, dangasalarni o'zini uyda ishlashni xohlamaganlardi, lekin bu yoqda unaqa emas. Chunki opa ham harakat qilyapti, lekin gapga yo'qlar. Nima qilamiz hijolat qilib, har safar olib chiqib qo'limizdan kelgancha yordamni qilaylik. 100 rubl, 50 rubldan yordam qilib tursak, xudo xolasa, kuniga bugun 400 rublmi, 500 rubl pul tushibdi. U bilan proyekt qila olmaymiz, qadrdonlar. Kuniga hatto bir 4000, 5000 rubl yig'ib tursak, bunda sekin-sekin qilib boraveramiz. Akalardan ham Alloh rozi bo'lsin. Akalar ham hozir juda ham katta yordam qilyaptilar. Mana toshni ham akalarning o'zlari olib berdilar. Qum, shibinlarni ham olib berdilar o'zlari. Bu yog'i endi biz ham bog'lasa gazini bossak, 500 qancha tushgan ekan opani kartalariga? 556 ming tushgan ekan. 300 mingini pogruzchikka berdik. Bo'ldi. Xo'p, nima deymiz bo'lmasa videoni kengroq tarqalishiga o'zingizni hissangizni qo'shib qo'ying. Xayrlashamiz bo'lmasa. Instagramda ham videolarimiz chiqib turibdi. Instagramga obuna bo'lmaganlar, Xalq dardi yoki Komiljon deb yozsanglar ham chiqib kelaveradi. Assalomu alaykum Xalq dardi kanalining kuzatuvchilari, hammalaringizga xayrli kun. Biz mana ishni boshlab oldik. Pogruzchik bilan uyda buzish davom etyapti. Azizlar, videoga olib qo'ydik. Juda g'ishlari achinarli ahvolda, shunday vahima bosgan. Juda ham nima deydi, o'zi yiqilishga tayyor bo'lib turgan uy ekanda. Hammalaringizdan shu ehsonga bardavom bo'lishlaringizni so'raymiz. Mana o'zi tosh ham topildi, toshni ham keltirib berishyapti. Akam o'zlari keltirib beraman dedilar. Qum, shibin hammasi hal bo'ldi. Sement olsak, ustalarni gaplashsak, nasib bo'lsa ertagami, o'zi ishni ertagami, ertadan keyin boshlaymiz ustalar vaqtiga qarab. Endi bir kishi bilan bo'layotgan ish emas bu. Hammalaringiz qo'llab-quvvatlab, faqat like, shu like so'ragan sababi shu video kengroq tarqalsin. Butun O'zbekistonga, mana Talmarjon ahli hammalaringizdan so'rab qolamiz, shu qo'llaringizdan kelgancha 5000, 10000 Rossiyadagilar 50-100 rubl qo'ldan kelgancha be'tibor bo'lmay videoga hech ilojini topolmasangiz ehson qilishda faqat like bosib kuzatib turishda davom eting. Hozir yana ko'rsatib o'tamiz. Juda ham ba'zi g'ishtlarni shunday ko'rsangiz o'zi yeb qo'ygan, yarmigacha g'ishtni loyg'ishda yeb qo'ygan vahimay. Hozir pogruzchik ham hozir dam olyapti. Buzish jarayonlari ketyapti. Mana o'zi g'ishtlar singanini qarang. O'zi maydalab taylaganda, bunday iliq taylagan. Mana chuqurcha qilib kirib olganda bu uyda yashashni tasavvur qila olasizmi? Bir kommentariyada o'zingiz yozib o'tib keting. Uyda yashashni men tasavvur qila olmadim. O'sha tamom bo'lgan ekanda. Bu tarafda o'zi yaqinda qurgan ekanlar. Lekin baribir buni ham yeb qo'yadi. Buni ham buzamizda, to'liq qaytadan qilamiz. Buni g'ishtlarini endi zaborga ishlatamizmi? Buni ham o'ylashib kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar.
U bitta proyekt chizamizda, o'sha proyektda bittami ikkitami proyekt chizib, sizlarga ko'rsatamiz. Qaysi ma'qul bo'lsa, o'shanisini bosib yoramiz. Endi ekonomroq, qulayroq qilishimiz kerak-da. Iloji boricha shu bitta eshikdan kirib, uy ham, oshxonasi ham o'sha yerda bo'layotgan qilishimiz kerak. Meni o'ylashimcha shunday bo'lyapti-da. Chunki qishki kunida eshikni har deb ochib, yopib kirsa ham sovuq bo'ladi. Shunga azizlar, befarq bo'lmanglar videoga. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin, ehson qilganlardan. Hammalaringizga kattakon rahmat. Kuzatishda davom etinglar. Laykni bongillatib bosinglar. Shilanka bormish. 516 ming. Azizlar, mana ishlarni ham boshlab oldik. Hammamizga shu ehsonda bardavom bo'laylik. Nasib bo'lsa, chiroyli qilib shu uyni bitkazib olsak. O'zimizni xalqimiz baribir shu mehribon. Bag'rishgan ne salarga pulini bersang bo'lar pastda. Hasanga ham rahmat aytamiz. Hasan boyga ham shuncha xizmat qilyapti. Qolgan tarmozorlarning ham hammasiga rahmat aytamiz. Hech kim befarq qaramayapti. Kartaga ham pullar tushyapti. Hammasiga rahmat. Faqat shu fundamentni pulini tezroq yig'ib olsaydik, fundamentni quysak, keyin yana yog'larini boshlayveraychidik. Hammalaringiz birlashib, hammamiz shu birlashib bir yoqdan bosh chiqarsak, shu kunlikda kun ko'rayotgan nogiron ayol loyihasini chiroyli qilib tugatib tashlaymiz. Hammalaringizga kattakon rahmat.